Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, qadrli yurtdoshlar. Bizani YouTube ijtimoiy tarmoqlarida kuzatib turgan og'alarimiz, do'stlarimiz, yaqinlarimiz, xullas sizlarga bugun sotib mashinalarimiz assortiment ko'paytirganmiz. Ayrimlari sotilib ketdi. Keyin reklamasini qo'yilmayin. YouTube'ga ko'p vaqtda reklama video qo'yib bera olmayman deb. Buning uchun sizdan uzr so'rab qolamiz. Xudo xolasa yana mashinalarimizni obzorlarini qilib berishda davom etamiz. Hozir birinchi sizlarga bugun tanishtirib beradigan mashinamiz bir zo'r narxda Trek kirgan 2025-yilda salondan olingan. Mashina 11000 kilometr yurgan. LS Plus pozitsiyasi bahosini qaranglar. Bahosini 168 million so'm bo'lsa naqd pul berib beryapmiz. O'zimizga bartera 170 million so'm olgan, lekin 168 million bo'lsa naqd pul berib beramiz. Yana ko'ringlar, mashina paket sosteniyali. Zapaskalarim yere tushmagan, qirchilib yon bu baqqani yeri yo'q. Salondan bir ega olib aydayan, mashinamiz Equinox'ga bartera keldi. Bu Equinox'ni yadlaringizda bo'lsa reklamasini qo'yib berdik. Shu mashinamizga bartera kelgan mashin. Buni sizlarga narxini aytganimizdan 168 million qo'yib beramiz. Buni ham meni ko'rsatib ta'riflab o'tirish shart emas. Paket mashina tushgan bo'lsa, shunday tasavvurot qiling. Yechenda kraska, defekt, qirchilgan, yomon bo'lgan yerlari yo'q. Qo'shimcha qo'yilgan, yana tena qo'yib tashalgan, qimmatini sizga chiqib qo'yilgan. Bu narsani 1 million 800, 2 million so'm atrofida duradi ustanobkalari bilan. Yana LS Plus pozitsiyasi, LS'ni o'zi emas, prostoy emas, tablolari katta variant bo'lgan. Obshipkalar ham zo'r turibdi. Motori, xodoyi, kuzovi yechindi hech yo'q. Yaldan yana shu zavodskiy shu vaqtni o'zida salondan, ya'ni bonusdan qo'shib berib qo'yib o'tiradilar-ku. Shunday deb zavod salonni o'zidan qo'ydirib lisovkalar ham olganlar. 2025da yanvar oyida chiqqan, lekin kuzov nomerlari 2024, shuning uchun texpasporti 2024 berilgan. Shu narsasini ham e'tibor beringlar do'stlar, ya'ni nima deydi, gapni tushunmay turib chala eshitibdimi? Kommentariyada sassib o'tiradiganlar bo'ladi ayrim. To'g'ri tushunasizlar bu gapni, mana 11500 kilometr. Lekin to'g'ri ma'noda tushunadiganlar ham bor, lekin narxi to'g'risi zo'r. 168 million so'm hozirgi kunda bundan kam probegli toza narsani topish qiyin. Qiziquvchilar bemalol kelaverasizlar. Mashinamizni agar krediti bo'laman desangizlar, Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi ayrim tumanlaridan kelgan klientlarimizga chiqarib bersak bo'ladi. Boshqa viloyatlarga yo'q. Shu yerlarni e'tibor beringlar. Variant yo'q boshqa viloyatlarga. Boshqa viloyatlar faqat naqd pul qaytida basa bo'ladi. Boshlang'ich to'lovi eng minimalchasi $1000 bilan mo'jin bitirib beramiz do'stlar. $1000 kirasa ham odlaringiz o'tib nomerlarni bilan mo'jin bitirib beramiz. 18 yoshdan oshgan bo'lishi kerak, pasport pravosi bo'lishi kerak odam klientning. Agar narx olaman desangizlar 168 million so'm barter variantlarimiz ham bor. Xohlasa qolgan mashinalarimizni obzorlarni chiqarib beramiz sizlar uchun. Qaysi mashinamiz obzor qiziqadigan bo'lsa, kommentariyada yozib o'tinglar. Keyingi obzorlarimizda qo'yib beramiz. Bunda nasiya savdoga matizimizni ham qo'yib beramiz xohlasa.